Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, boshlang kuningiz xayrli barakatli bo'lsin. Bugun ishxonamizda BYD Song Plus avtomobiliga apparatura yig'amiz. Apparaturamizda o'sha polniy full vatli komplekt. O'sha yoqimli, chiroyli ovoz bo'lishi uchun mashinaning ichida. Nima eshitilishidan qat'iy nazar, ovozi sifati yaxshi. O'sha zapis bo'lgan joyida qanaqa bo'lsa, shu holatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Hop, bizda BYD Song'imizga o'zida 16,5 santimetrli dinamiklar turadi, sentralli dinamik bo'ladi. Shunga moslab turib, komplektatsiya tuzib oldik. Birinchi navbatda biz protsessor oldik. Protsessorimizni Vanguard brendidan 8 ta kanalli bo'ldi. Protsessorimizni qo'yishimizdan maqsad bu protsessor miyani vazifasini bajaradi. Har bitta dinamiklarga ketadigan ovozni taqsimlab bo'lib, chiroyli qilib, filtrlab, xullas nastroyka qilib berish imkoniyati bor bunda. Shuning uchun protsessor birinchi bo'lib qo'yiladi. Protsessorimizni ketidan keyin usititel qo'yamiz, dinamiklarimizning ovozini maromiga yetkazib berish uchun. Usitelimizni Planet Audio brendidan 4 ta kanalga 120 nominaldan beradigan, hamma filtr imkoniyatlari juda ham zo'r. Amerikanskiy brend, sifatli, toza beradi 120 dan. Usititel bo'lyapti. Ketidan 4 ta kolonka qo'yamiz. Bundan tashqari yana bitta kolonkamiz bor. Xo'p, 4 ta kolonkamizni eshigiga qo'yiladiganlari hammasi Alpine brendidan bo'lyapti. Alpine S seriyasi. Mana Alpine S2 65K modeli. Bu o'sha shtampovniy korzina, ferrit magnit, bu midbasi mana 9 komponentli oldiga qo'yilyapti. Midbasimizda o'ziga kerakli bo'ladigan filtr o'ziga qo'yilgan. Dinamikimizni tuzilishi juda ham akkuratli, chiroyli ishlangan. Alpine o'ziga xos rezinalar chetida. Xullas, materiallari ham yaxshi materiallardan ishlangan, yengil, jaranglab yaxshi ovoz chiqaradigan materiallar. Magnitimizning orqasida axlajeniya teshigi bor bu tarafda mana. Visokachastotligimiz bo'lsa, bu yerda mana bunaqa ip tolasidan qilingan. Uni ustlarini kechib, chochib, har xil korpuslarni almashtirib, har xil holatda o'rnatishga mo'ljallangan komplektatsiyalari bor ichida. Bu dinamiklarimiz 4 ohmga 80 nominal xarakterga ega bo'lgan dinamiklar. Taxminan 89 desibel balandlikda ovoz chiqarib beradi. Xo'p, dinamikimizni oldiga qo'yamiz. O'zini zavodskoy joyida, visokiysi bor oldida, shu joyga qo'yiladi. Midbas ham radno joyiga qo'yiladi. Orqasiga xuddi shuni koaksialning modeli. Bu ham xuddi shunaqa tuzilgan, material hamma narsa bir xil, даже mana shu visokiylari ham xuddi mana bilan bir xil. Faqat dinamik o'ziga qo'yilgan, shuning uchun shu ikkita komponent bitta dinamikda bo'lgani uchun koaksial deyiladi. O'sha visokiyimizdan filtri ham dinamik o'ziga qo'yib yuborilgan. Mana bu dinamik midbasi o'zini filtri bo'lsa, bu yuqori chastotali dinamikimizning filtri. Xullas, mana shunaqa chiroyli ishlangan dinamiklar. Bularni spetsialniy podiumlar bilan qo'yamiz. Eshikning o'ziga peredelkasiz tushadigan mana bunga o'xshagan podiumlar bo'ladi. O'zini joyiga, shtatniy joyiga hech qat teshilmasdan chiroyli qilib qotiriladi. Hamma narsani shtekер bilan ulaymiz. Hech qanaqasini kesib, bu narsalar qilinmaydi. Shtekерga shtekер bo'ladi. 120 nominalli usitelimizda 4 ta 80 nominalli dinamiklarni bemalol qiynalmasdan chiroyli o'ynatib berishga kuchi yetadi. Shuni hisobiga ovoz toza maromida bo'ladi. Keyin tarpetkamizni o'rtasida sentral dinamika ham bor bu mashinada joyi. O'sha yerga mana bundan qo'yamiz. Bu shu Burmester brendidan koaksial dinamik bu ham shiraka polosniy desak ham bo'ladi. Xullas, ovozni o'sha o'rta palasadan tepaga bo'lgan ovozni chiroyli o'ynab beradigan dinamik. Aynan o'sha tarpetkani o'rtasida tursa, juda ham zo'r ovoz maromiga yetkazib, sahna effektini qilib beradi. Buni korpusi shtampovniy, magnitimiz bu yerda neozinovый, kichkina bo'lsa ham ancha kuchli, katta magnit, agar ferrit bo'lganda katta bo'lardi bu. Neozinovый bo'lgani uchun razmeri kichkinagina, yaxshi chiqqan dinamikdan. Bu dinamikimizda ham ma'muladan kam rol o'ynamaydi, o'ziga yarasha juda ham katta roli bor. Ko'rinish kichkina bo'lgani bilan juda sifatli sahnani qilib beradi. Bundan tashqari mana bunaqa R-sassimlar ishlatamiz. Bu yerda bizning usitelimiz bilan protsessorimiz yonma-yon turadi pachti. Shuning uchun mana bunaqa kalta R-sassimlardan foydalanamiz. Ortiqcha shovqin bo'lmasligi uchun yuqori chastotali ovozlarni mana shunaqa simlardan chiroyli qilib o'tkazib beramiz, xudo xolisa. Mana 4 ta R-sassimimiz bor. Xullas, mashinani qatiga ustitel qanaqa o'rnatyapmiz, pitaniyalarni qattiqamiz, hammasini ko'rsatamiz. Simlarni ham o'sha plus minus ishlatiladigan hammasini mana shu usitelimizning o'ziga to'g'ri keladigan kvadratlarni tanlab ishlatyapmiz. Toza mis
uz kabelli simlardan bo'ladi. Dinamiklarni ham bitta-bitta chiroyli qilib qotiramiz. Eshikda qanaqa turishini ham ko'rsatamiz. Oldiga o'sha yuqori chastotali dinamiki obshivkani o'zini shtatniy joyiga qo'yiladi. Mana bu yerda shtatniy o'zini visokkilari bor. Hozir ochib ko'ramiz, o'ziniki qanaqa turibdi. O'zini dinamikini ham bitta ko'ramiz. Mana sekin obshivkani ochishni boshladik. Mashinamizning eshiklarini ochib oldik. Mana dinamiklarini yechib oldik. Usitlarimizni ham ulashni boshladik. Bu yerda mana chap taraf sizenaning tagida joy bor. Aynan mana shu polni ko'taradigan bo'lsak, kavralarni qaranglar, qanaqa katta qalin gubka joyi bor. Bu yerda o'zini o'sha zavod maytofonining asosiy miyasi shu yerda joylashgan. Mana bu yerda bo'ladi. Bu o'sha maytofonning o'zini miyasi. Mana shu narsa. Mashindan hammasi podключение qilinadi. Ovozni shundan olamiz. Protsessorga shundan kiradi ovozimiz. Mana misol uchun bu protsessorimizning shtekeri. Protsessorimizning ovozini bu yoqdan olganimizda qabul qilib protsessorga kirgizamiz. Protsessordan o'sha filtr bo'lib tozalanib, har bir kanokaga настройка bo'lib chiqib, usitchilimizga RS orqali kiradi. Yuqori chastotali signallardan, niskiy chastotalidan. Keyin yuqori ovoz bo'lib o'sha hamdan tayyor bo'lib chiqib ketadi. Chiqadigan joylarni ham tayyor qilib ulab qo'yganmiz. Mana har bitta simimizga e'tibor berilgan, fusa, termosatga hamma narsalarni chiroylidan ishlatganmiz. Simlarimiz uz kabelli simi qalinligi dinamiklarimizga bemalol bo'ladigan darajada plus minus simlarimizni ham mana yaxshi simlardan ishlatganmiz. Remote control hammasi mana fusalar bilan chiroyli qilib joy-joyiga tiqib olingan. Xudo xolisa hozir buni joyiga chiroyli qilib joylashtiramiz. Mana shu ikkalasi joylashadi. Protsessor ham, usitchil ham shu yerga joylashib ketadi. Hozir mana hamma simlarni mana shu o'zi akkuratniy podключение qilib simlarni ustini tartibga keltirib olgandan keyin ichkariga chiroyli qilib joylab yuboramiz. Joylagandan keyin turishni ham ko'rsatamiz. Keyin dinamiklarimizni qotirish boshlaymiz. Sentral dinamikimizda mana bu o'zini joyi bor, o'sha joyiga qotadi. Shunda maytofondan chiqadigan ovozimiz ham maromida chiroyli chiqishni boshlaydi. Baland qilsak ham sifati tushmaydigan darajada chiroyli ovoz qilib beramiz. Pavorotning ovozi shunga o'xshagan narsalar bor. Bu yerda hammasi dinamikdan chiqadi. O'sha ovozda ham quloqqa yoqimli bo'ladigan darajada bo'ladi. Urib yormaydi, baland bo'lib ketmaydi. Mashinamizning ancha ishlari bitib qoldi. Mana eshiklarga dinamiklarni qotirib oldik chiroyli qilib. Mana shu ko'rinishda qotdi. Podiumlar zavod joyiga qotgan hammasi. Podiumimizga dinamik ham akkuratniy bo'lib qotdi mana. Bular hammasi shtekerlar hammasi sim orqali o'zi ulangan, tayyor orqasida. Bu yoqdan chiqarib o'tirmadik. Yuqori chastotali dinamikimizni mana bu yerda shtekeri bor. Hop, mana shteker orqali obshivkani o'ziga shunday ulab qo'yiladi bo'ldi. Hammasi shtekerda bo'ladi, alohida sim ulanmaydi. Xullas orqa kolonkamiz ham xuddi shunaqa qotgan. Mana orqa kolonkamiz chiroyli bo'lib qotdi. Nima muzika beryapti? Sal pasaytirib. Hop, mana bu yoqda usitchilarimizni joylashishini bitta ko'ringlar. Mana o'zi xovat trubkaning tagida joy bor. Bemalol mana. Oyog'iga havo beradigan trubka. Bu yoqda mana simlarimizni hammasi tartib bilan chiroyli bo'ldi mana. Har bitta simni ustlarini o'rab, chiroyli qilib ulangan. Mana plus, minus, remote control hammasi ulangan. Bu yerda sizenamizga chiqib ketadigan simimiz. Protsessorimiz ham mana bu tarafga joylashdi. Bu yerda mana bemalol joyi bor, tepasi ham ochuv, yon atrofi ochuv, havo aylanishiga joy imkoniyati bor. RS simlarimizni qaranglar, kakras mashinadan shunday ulanib, mana bunday ulanib turibdi. Hech narsa yo'q atrofida ortiqcha. Bu yerda o'sha fon bo'lmaydi. Buni agar yopadigan bo'lsak, mana men настройка qiladigan simi kompyuterdan ulab shunday yopiladi, joyiga tushadi. Kavralardan tushgandan keyin hech narsa yo'qdek bo'lib turadi. Mana spolik o'zi yopishib qolgan bu. Mana shunday joyiga qo'yamiz. Mana bu yerda o'zi klaydigan lipochkasi bor. Mana havo chiqadiganini pastga tushirib yuborsak, mana turishini qaranglar. Mana chiroyli bu. Mana shunday joylashadi. Hech narsa yo'qdek bo'lib turadi. Buni ichida joy bor, bemalol havo aylanib turadi. Mana simlarni ham o'tkazib qo'yamiz. Mana. BYDlarni aynan so'nglarni shu tarafi zo'r. Mana ishda bemalol usitchil protsessor agar kichkina bo'ladigan bo'lsa, ichiga tiqib yuborish imkoniyati bor. Xudo xolasa endi bitta настройка qilamiz hali. Usitchilimizning gainlarini настройка qilishga ham qaranglar, mana bu bemalol joyi bor. Bu yoq tarafda ham joy bor, mana polni havo aylanadigan. Mana shundan gainlarni настройка qilib olamiz. Protsessorni kompyuter orqali настройка qilamiz. Keyin bularni yig'ib, sizning joyiga qo'yib yuboramiz hozir.
dinamiklarimiz o'zi qotgan obshivkaga o'sha yuqori chistotali visokilarni qo'yyapmiz. Pijalkalarni qo'yib bo'lgandan keyin bitta eshitib ko'rsak bo'ladi nastroyka qilib. Bir yoq taraf obshivkalarni yig'ib olamiz. Bir yoqlarnikini yig'may turamiz. Shu holatda keyin bitta ko'ramiz. O'rtadagi sentral dinamikimiz ham mana joyiga chiroyli bo'lib qotgan. Xuddi zavodskoydek mana qolipda joylashib turibdi. Hammasi joyi-joyida. Xudo xolisa bitta nastroyka qilamiz, keyin eshitib ko'ramiz. Mashinamiz tayyor bo'ldi, xudo xolisa. Yo taraf obshivkalarni yig'ib oldik. Visokilar hammasi joy-joyiga qo'yilindi. Nastroykalarni qilib oldik. Mana shu ko'rinishda joylashdi. Bularni chiqarib polni geyinlarni nastroyka qilib, sentralniy kolonkani ham bundan uladik. Hammasi yana joyiga tartib bilan qo'yildi. Buni endi joyiga yopib qo'ysak bo'ldi. Tayyor. Xudo xolisa. Mana havo aylanishi, hamma narsasi joyida bo'ldi. Xudo xolisa. Hammasini o'tkazamiz, buni yopamiz. Mana bo'ligimiz ham joyiga yopishadi. Xudo xolisa mana chiroyli bo'ldi. Yo taraf eshikni yopib olamiz. Hozir obshivkani hali qotirmagan, bo'ldi oxirgacha. Qotirib olamiz. Qani o'ynab yopib turamiz. Bu taraf orqani ham yopib turamiz eshikni. Ichkaridan tomosha qilamiz. Dinamiklar kodini. Endi bitta baland ko'radigan joyi. Aromada zo'r o'ynayapti. Toza. Powerot yoqadigan bo'lsak ham ovozimiz mana chiroyli me'yorda chiqyapti, baland bo'lmaydi. Hozir endi men visokini qo'shsa yana ozgina qo'shiladi ovoz, to'g'ri. Chunki visokidan chiqadi ko'proq powerot ovozi. Hozir mana buni o'zidan chiqyapti. Ovoz hammasi maromida chiroyli bo'ldi, xudo xolisa. Mana mashinamiz ham tayyor. Xudo xolisa ikkita obshivkani yig'amiz, siz yana qo'yamiz. Bu yoqda podключение, hamma narsasi tayyor bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta qo'llab like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Podpiska qilmaganlar podpiska qilib olishni ham unutmanglar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qiling. Telefon qilsanglar, narx-navo qanaqa bo'lyapti, qanaqa dinamiklar bor, hozirgi kunda nima qo'ygan ma'qul, hammasini o'zingizlarning holatdan kelib chiqib tavsiya qilamiz. O'zimizda har xil apparaturalar ham bor. Telefon qilib murojaat qilasizlar. Telefon nomerlar yozilgan 2 minutda hamma savolingizga javob beramiz, xudo xolisa. Kommentariyada narx so'rasanglar aytolmasligim mumkin, chunki narxlar o'zgarib turadi. Yozadigan bo'lsam, kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi uni. Qanchadir vaqtdan keyin nima narxi mana bunaqa yozgansizlar, hozir bunaqa deyapsizlar deydigan odamlar bor. Siz demasligingiz mumkin. Siz men bilaman, o'sha paytga qarayman deyishingiz mumkin. To'g'ri, lekin deydiganlar ham bor. Shuning uchun kommentariyaga narx yoza olmaymiz. Shunaqa sabablarga ko'ra. Salomat bo'linglar, hammalarni tuning box salonida kutib qolamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Tuning box, tuning box, tuning box.